2025 yılı Elon Musk yıllık maaşımga 1 trilyon dolar olma dese 75% pay çekilen maqul degan. O'ylab baqqanlar ma gap qanday gap bo'lib ketdi. 2025 yılı 11 ayının 7 günü Tesla yıllık pay cheklash yig'ini echilib, dunyoni zil-zilga soldigan yangi ishlarni o'tirib qo'ygan. Yig'inda bu yerda Tesla pay cheklarining 75% cho'ng pay cheklari Elon Musk'ning bu 1 trilyonlik yillik maash olmaydigan gapiga hammasi ma'qul bo'lib bilet tashlagan. Mana bu bütün payçıklarının Elon Musk'a ait işindiğanlığı, bunu kollaydıqanlığı, bunun özünü bayqılalaydıqan, texnik kat yolu ekilalaydıqanlığa kat haqiqi yaxşı görgənlik emas, ma qollığanlıq üçün çunqur işengenlik. Hem de bu payçıklar yığında ne var işenmese, hemisi bilet taşlama yoki ma'qul olmasa, bu iş tasdiqda o'tmaydi, lekin 75% ma'qul oldu degan qanday gap o'ylab baqqanlar. Endi bu yig'inni qarshida qana bu yerda Tesla'ning odamsiz haydash mashg'uloti, mashina odam yasash, bozorga solishdagi yeng nishoni o'tirib qo'yilgan. Musk keyingi 10 yillik planni bu yerda o'tirib qo'yib, Tesla yana 8.5 trilyon mablag' silib, 2 milliard atrofidagi bu yerdagi Tesla mashinasi 10 milyon Tesla mashina odamini sotadiganligi, bozorga soldiganligini, ham 10 milyon dona Tesla odamsiz taksichilik Cybertruckni bozorga soldiganligini o'tirib qo'ygan. Endi bu yerdagi Elon Muskning adir Tesla'dagi payi 12% bo'lgan. Yana boya degandek 1 milliard yıllık maaş aldı ki. Endi bu yerdagi Elon Musk Tesla'ning mashina odami bu yerdagi Optimus'ni keyin barliq yan telefon, iPad, televizor bu degandek mash elektronik narsalarning o'rnini oladi. Bundan keyin kishilar o telefon, iPad, PC bunu ko'tarib yurishning hojati yo'q. Har bir odamning shunday bir tal mashina odami bo'ladi. Bundan keyin hamda ma'ni ishlatamiz deb o'tirib qo'ygan. Elon Muskning plani o'yicha petqa vaqtida keyin bu yerdagi mashina odam bilan insonlarning nisbati 5:1. Yani her 5 adamga bir dana mashina odam to'g'ri kelamiz. Demak, bular 1 milliard mashina odam yasaymiz demakchi. Endi yeni bu mashina odamlar insonlarga lozimli bo'lgan barliq ishlarni, nurg'un ishlarni qilishdan sirt, ya'ni insonlarning jinoyat o'tkazishining oldini olamiz, jamiyatning amonligini saqlamiz. Hammalarning 24 soat xotirjam ko'chiq chiqish, xotirjam uxlash, o'g'ri yolg'on bulangchilik bu ishlardan xotirjam bo'ladi. Bu mashina odam ham qo'g'dug'ichi sizni qo'g'daydi, ham sizning qonun xiloflik qilib kelishingizning oldini oladi deb aytibdi. Hozir bu yerdagi Tesla mashina odam yasash zavodida yılda 100 milyon mashina odam yasab chiqish plani o'tirib qo'yilgan. 2026 yılı yani kelar yılı başlap resmi ishlab chiqishga kirishdi. Her bir mashina odamning tanarxi 20 ming dollar atrofida bo'lganligini aytgan. Qaranglar, bu dastlabki tanarxga bozor saqlangan keyin maqala 30 ming dollarga chiqib ketdi desakmi, endi bizning davlat puldan 200 ming qo'y atrofida degan gap. Hozir endi Tesla'ning yangi mashinlarida rolmi yo'q, may, turmush xotu, hech nima yo'qli mashina chiqdi ekan. Yani açtaq 5 kishilik peti yoki keyingi burilib o'ltag'ilib peti o'ltasak degan yerga opirdigan sal qo'rqinchliqmi ha? Endi mana bu eng ilg'or tafakkur, eng ilg'or tasavvur, shunami? Endi Elon Musk u bu desakmi, bu yillarda bu yanadir chiqqandan buyon biz ishlanmagan nurg'un narsalarni haqiqatan o'ttirib chiqadi. Qilinmaydi degan nurg'un ishlarni qilyapti bu adash. Bundan keyin men buningmi bir narsaga olmaydi. Shuning uchun endi biz bu yerda turib har birimiz o'zimizning tafakkurimizni, tasavvurimizni beytishimiz, maishlarga masqildigan o'zimizning endi so'd yo'llarini ochib, yangi tafakkur bilan bo'lsa, qisqa muddat ichida ko'p pul tepishimiz kerak. Endi keyincha yana pul tepish fursatlari ko'payamdi. Yoki bizdek odatli odamlarga nisbatan texim ozlamdi. Bu nishna ma'lum. Shuning uchun bir qoidatda maktab kirib o'qib ketmasakmi, diplom mag'li o'zimizning so'd tafakkuri ilg'or ideya jira ko'rish degandek ma ishlardagi tasavvurimizni avt. Shuning uchun bir sizlarga Navalning 2025 yillik suhbatini qattiq tavsiya qilaman. Lekin Naval ziyorati degandiki, mana shu 2025 yilda mash o'tirib qo'ygan eng ilg'or ideya pul tepishdiki pishang. Shunami hammamizning qisqa muddat ichida ko'p pul topqisi bor. Navalning bu o'tirib qo'ygan 7 cho'ng pishangi har birimiz qayta anglashib tegishlik, o'rganib olishib tegishlik ajoyib no'j mazmun. Chuqur anglab beqinglar. Bumi hatto bizdimi namrat, Hindistondagi namratlar malsin kelib chiqib, hozir Amerikadagi Volkochma, Kremniy jilg'isida dunyodagi eng katta mablag' sog'uvchilarning birisi bo'lib qolgan. Mo'shuningmi Tesla'da, Olmada, Coca-Cola'da hammasini mablag'lari va kasb qo'ygan. Endi bumi shunday odatli bir namrat oiladan kelib chiqqan balikan to'q.
Onda ise bu neymilen depedi özünün pul tepiş doğrusunda ilgir İlyas doğrusunda maş pişanlar doğrusunda çuqqum qayt anlap beqişanlarını tavsiye qilma. Qadi kitap dersxonasida topamğanlar, qadi kitapda piyinç yazsanlar ündarim chiqdi. Qatirsanlar sizlarga ayrim evet bersam buludu. Ko'pchilikka rahmat.